Assalomu alaykum, hurmatli cheksiz qadri baland qadrdonlarim. Charchab qolmayapsizlarmi? Tuzumsizlar. Xo'sh, avvalambor birinchi savolim, qalay bo'ldi oldingi rolikim? Sizlarga yoqdimi, ma'qul keldimi yoki undan ko'ra mana shunaqa oddiy qilib to'g'ri kadr qilib olgan yaxshiroqmi rolikni? Voy, ana qaranglar qatdan beri. 609. Zakaz отменен. Ahmoq bormi 609 kilometrga boradigan. Xo'p. Qalay bo'ldi? Oldingi rolikda olgan yaxshimi yoki mana shunaqa to'g'ri kadr qilib olgan yaxshimi? Shuni kommentariyada yozib qo'yinglar. Shunga qarab turib keyingi roliklarni davom ettiramiz. Xo'p, biz ishga chiqdik. Diyorimizda soat 9:30 bo'ldi. Diyorimizda 9:30. Bugun payshanba 26-sentyabr. Va biz mana 21, aytgancha litsenziyalarni qaytarib berdi, bilgan bo'lsanglar. Kimga qaytarib bermagan bo'lsa, litsenziyani shunday skrinshot yoki rasmga olib, Yandexda podдержка degan joyi bor, o'sha yoqqa kirib jo'natib yuborsanglar, sizlarga ham qaytarib beradi. Biz esa liniyani yoqdik. Zakaz o'tkazib yuboramiz. Zakaz отменен. Sababi zakazni o'tkazib yuborishimizning sababi hech qanaqa plussiz beryapti. Biz mana plusli joydamiz. Va ko'chada ko'rayotgan bo'lsanglar dahshat yomg'ir. Bugun zo'r yomg'ir yog'yapti o'zi ham. Bunaqa yomg'irda bez повышение olib ketish ham xato. Повышение bilan bersa olamiz. Shunaqa gap. Boshladik bunaqada rolik. Zajigay. Xo'sh, aka-ukalar, Damas yomon qo'yib qo'yibdi. Kameraga anqayaman deb ozgina qoldi orqada turgan Damasni turtib olishimga. Yaxshi, Allohning o'zi asradi. O'shaning uchun ham orqa kamera har doim kerak bo'ladi-da. Xo'sh, aka-ukalar, pochinni oldik. 2,5 kilometrdan berdi pochin. Boradigan joyi 21 kilometr ekan. Plus 15,5 ming bilan oldim. Yomon emas. Aytgancha bu Comfortdan oldim. Comfort Plusdan zakaz tushmayapti ozgina. Qarasam повышение yo'q qo'yapti, majbur Comfortni ham yoqib yubordim. Xullas, pochinni Comfort bilan boshladik. Mayli sentrga chiqib olamiz. U yog'ini Comfort Plusdan zajigat qilamiz bolalar. Ketdik. Xo'sh, olib keldik. 68 ming so'm pul chiqdi. 22 kilometrmi yurdik. Qani o'z zakazim? Az. Yo'q, uzr. 69,5 ming chiqibdi. 70 ming so'm berdilar. Yomon emas. Davom etamiz. Endi keyingi zakazni poylab turamiz. Ana brendlar yo'q. 21 plus. Lekin zakaz juda ham kam bo'lishi aniq. Ming yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa ham, hozir основной yo startda yo komfortda zakaz ko'proq bo'ladi. O'sha Comfort Plus, Electra bunaqada zakaz juda ham kam bo'lishi aniq. Endi nima qilamiz? Comfortni kelayotganimda o'chirib turdim. Yoqib qo'yamiz, yana boshqa iloji yo'q. Chunki bekorga o'tirgandan ko'ra jab olmaganda Comfortni ishlab turgan yaxshi. Zajigan bo'l. Yuqori Chirchiq. Xullas, zakazni yuqori Chirchiqqa oldik. 17 kilometr. Comfort. Ko'ramiz nech pul chiqadi.
Shaharning o'zida yurishi hozir foydasi yo'q. Sababi summali kichkina chiqadi. Yuqori chiqqacha normalniy chiqsa kerak deb o'ylayman. Va. Voy. Kartadan ekan. Повышениyalar yo'q shaharda. Уже выхожуni bosib qo'yishdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, повышениyalar juda ham kam. Ham u ham sentrda emas. Plus 18,5 ming ko'rsatyapti, lekin bu menimcha 18,5 minggacha beradigan joyi o'zi yo'q. Hali ko'ringlar nima bo'ladi. Zashgan. Xo'sh, olib keldik. 19 minut, 17 kilometr, 45.500. Kepey narx. Bilmayman. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен как. Startdan sal qimmatroq. Что вы не оставили. Endi to'g'ri komfortdan tushdi, tushunsa bo'ladi, lekin bu darajada Поставьте нам оценку в приложении. arzon bo'ladi deb o'ylamadim. Где-то bir хотя бы bir 50 mingdan oshiq 60 ming atrofi bo'ladi deb o'ylagan edim, yo'q. Xo'p, drava degan banya ekan bu. Olib kelgan odamim mashta banyada odamlarga issiq sovuq qilib berar ekan, xullas banyani. Endi hozir yuqori Chirchiqdamiz, bu yerda shaharda unaqa uzoq emas u. Lekin bu yerdan zakaz tusharmikan Comfort Plusdan? Eng qiziq savol shu bo'lyapti. Aylan sekin katta ko'chaga chiqib, birpas o'tirib turamiz, ko'ramiz nima gap, nima so'z bo'ladi. Davom etamiz. Zashgan. Nahotki. Yo'q, xato. Yangi bozordan yangi bozorgacha. Bunaqasi bizga to'g'ri kelmaydi. Заказ отменен. To'g'ri kelmasligining sababi mashta o'zida aylanib yurish, yana 4,5 kilometr klient oldiga borib 500 metrga olib borib qo'yish, u ham xato. Keyingi zakazni kutamiz. Zashgan. Xo'sh, yarim soat bo'ldi. Yarim soatdan beri umuman zakaz tushmadi. Komfortda ham yo'qordi. Xo'p, komfortda ham yo'qordik. Menga mana bu narsasi qiziq bo'lib qoldi. Zakaz taksi chaqiradiganga kirsam, premium endi bu yerda yo'q. Mana tushib ketib qoldi. Hozir komfort cho'tda o'zida 10 ming ko'rsatyapti. Start 5 ming, komfort 10 ming, komfort plus 8,5 ming ko'rsatyapti. Biznes qaranglar 27 ming. Elektra 10 ming. Ultrada premium tarifda hech kim yo'q bu yerda. Har doim eng yaxshisi, misol uchun, mana shu Klenskiyni yozib olgan yaxshi. Qattiq turgan bo'lsanglar, o'sha yerdan narx-navoni tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Tak, bu yerdan chaqirsam nech pul bo'ladi? U yerdan aniqrog'i bu yerda tursam nech pulga chaqirishadi? Chaqirilgan narx nech pul bo'ladi? O'shalarni hammasini xullas ko'rib olsanglar bo'ladi. Shunaqa gap. Atak hozir komfortda ham zakaz yo'q. Poylaymiz. Xo'sh, aziz do'stlar, mana buni qaranglar. Nima bu? Comfort Plusda mana shunaqa mashinada boramanmi? Xapayu bechara.
Atak eng qizig'i yaqinda mo'ykadan olib chiqdim-da. Endi to'g'ri to'liq mo'yka qilmadim-ku. Lekin atak salonlarimiz lekin toza, qilolmaysa. Endi oldiga odam o'tirdi, o'shaning uchun oyoqingizlar. Menda ham yomon emas, toza. Prosta aytmoqchi bo'lganim, ertalab mo'yka qilib, уже 2 soat ichida mashina bunaqa ahvolga tushib qolgan bo'lsa, shundan ham povod qilib jalba yozadiganchilar bo'ladi deyman. Xo'p, o'tirganimga уже Yangi bozor tarafda 1 soatga yaqin bo'lib qoldi. O'zim YouTube'ga kirib, YouTube'ni ko'rib o'tirdim. Вообще zakaz yo'q. Hop. Tak. Ana, 4 ta atmen. 3 tasi Comfortdan, bittasi Comfort Plusdan. Hammasi shu yerda o'zida, Yangi bozor o'zida. Ana, gapimiz bor, tualetdan hammomgacha degan. Shunaqa zakazlar. Shaharga hech kim yurmayapti. Soat 11:30 bo'ldi. Startda yoqamanmi bilmayman. Padilam urishib bu yoqda foydasi yo'q. Padilam umuman foydasi yo'q. Bitta zakaz tushdi shaharga. Aytgancha hozir esimga tushib qoldi. Bitta zakaz tushdi. Ipodromgacha. U ham Comfortdan, u ham unaqa yaxshi summa chiqmas edi. Kilometraj ham juda ham uzoq bo'lardi. 1,5 soatlik yo'l ko'rsatdi. Olmadim. Заказ Har doim dedi. Bitta zakaz tushyapti, sразу atmay. Mayli. Kutamiz, berib qoladi, xudo xolasa bolalar. Tajga. Xo'sh, 6 kilometrdan zakaz oldim. Plus 16.000 bilan. Plus 16.000 bilan oldim, Comfort Plus. Boshqa ilojim yo'q edi, chunki bu o'zdan вообще zakaz bermadi hisob. Bekorga shuncha vaqt o'tirganim qoldi. 1 soat vaqt xullas shu yerda yo'qotdim. Endi ikkita savol. Birinchisi, kutarmikan 6 kilometr borgunimcha. Ikkinchisi, B tochkagacha nech pul chiqarkan. B tochka ham lekin unaqa uzoq emas. Aytgancha, yani uzr oynamizcha xapalashib ketdi. Tunnellarimizdan yurimiz, yangicha tunnellardan. Xo'p, nimada o'tirdik? Boradigan joyi ham uzoq emas ekan. Mirzo Ulug'bekning o'ziga ekan. Xo'sh, chaqirish 8,5 ming bo'lsa, 16 ming qo'shilgan bo'lsa, 24,5 mingga xullas klient oldiga ketyapman. 6 kilometr uzoqlikdan. Ha, yomon emas. Davom etamiz, tashigan bolalar. Xo'sh, olib kelib tashadik. Tak. 23 minutda 70.500. Nima bo'ldi? 6 kilometrdan klient oldim. 12 kilometr olib keldim. 18 kilometr общий. 18 kilometrga 71 ming. Yomon emas-a? Zajiga ham davom etamiz bolalar. Ha, aytgancha Maxim Gorkiga kelib oldik. Zakazni yopamiz. Beshta yulduzchani qo'yib qo'yamiz, chunki bizani olib chiqib ketdilar. Davom etamiz. Xo'sh, ko'rayotgan bo'lsa, padznak kelib to'xtadim. Xo'p, na messi bosdim. Kartadan to'langan ekan. Soat 12:04. Padznak endi turib bo'lmaydi. Lekin litsenziyam bor. Litsenziya bo'lgani bilan ham baribir belgilangan vaqtgacha to'xtash mumkin. Bu yerda ko'p turib bo'lmaydi. Eng qiziq narsa, na prinsip qiladimi klientlar? Men shu narsani tushunmayman-da.
Padznak chaqiryapsan, baraka topkur. Ko'chada tur, nima bor-u ichkarida turib olib chaqirib qachon chiqadi endi bu? Men buni qancha poylashim kerak? Hozir kimdir kelib bitta rasmga olib ketsa nima bo'ladi? Salomat bo'ling bo'ladi. Litsenziyali haydovchilarga men o'zim eshitishim bo'yicha yo'l harakat qoidalarida, ya'ni xullas nima mumkin? Kelib klient tushirish yoki turgan klientni olib ketish yoki qanchadir muddati bor edi, aniq esimda yo'q, 5 minutmi shunaqa turish mumkin degan narsa eshitgan edim. Agar adashayotgan bo'lsam, iltimos so'kmasdan kommentariyada shunday yozib qo'yinglar. Aniq vaqt qancha beriladi? Taksiga padznak to'xtab odam kutib turish yoki yana shunga o'xshagan narsalar. Xo'p, endi biz ko'p kutmaymiz, biz telefon qilamiz tez-tez. Chiqsa chiqdi, chiqmasa uzoqroqga qo'yib qo'yamiz mashinani. Bemalol o'zlari peshkom kelib, keyin o'tiraversinlar mashinaga. Barcha suhbatlar sifat nazorati va o'rganish maqsadida yozib olinishiga e'tibor bering. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, kim omonati? Aha, просто padznak turibman-da. Ha. Mayli. Kelyapman dedilar, qani kutib turaylikchi. 2 minut, 3 minut kutaman, patolog bo'lib ketaman. Riskovat qilgim kelmayapti. Zajgan. Xo'sh, olib kelib tashadik. Anu do'stimiz ekanlar. Muomalasi zo'r, hamma narsasi chotki, yaxshi gaplashib keldik. Hech qanaqa muammo bo'lmadi. Tushuntirdim, что znak tegida chaqirganlar unaqa qilish kerak emasligini. Xo'p, zakazga keladigan bo'lsak, 30 ming so'm bo'ldi, 29,5 ming bo'ldi, aniqrog'i 30 ming berdilar. Заказ отменен. Bu undan keyingi tushgan zakaz edi. Zakaz atmen bo'lib ketgani bir tomondan yaxshi bo'ldi. Chunki ana domni orqasida mo'yka bor. Hozir shunday kirib mashinaga bitta karchil urib olsak, chotki bo'lib ketadi. Chunki har holda Comfort Plus da yurimiz. Comfort Plus da yurgandan keyin qo'ldan kelgancha iloji boricha mashinani toza ushashga harakat qilish kerak. Endi bu narsa faqat Comfort Plus uchun emas, qo'pol qilib aytganda, bu odam o'ziga. Mashinangiz qancha toza bo'lsa, qancha приятный bo'lsa, oshna og'ayingiz chiqishi bor, boshqa bor, bu o'zingiz uchun ham mazza. Shunaqa gaplar. Xo'sh, nima qilamiz? Zajigayim, davom etamiz. Shunday mo'yga qilib olaylik, bosamiz yog'ini. Ketdik. Bitta zakaz ushadik, keldik. Mana klientga telefon qilsam, men atmen qilib o'rganman-ku deydi. Ana zakazi. Shu haydovchilardan boshqa mana shu nabodo mana shu taksi chaqirayotgan aka-uka, opa-singillar bo'lsa, iltimos sizlardan ozgina e'tiborliroq bo'linglar. 4 kilometrdan keldim misol uchun hozir mana shu zakazga. Menga aytayotdiki, Fastindan chaqirdim, men atmen qo'yardim-ku deydi. Birinchidan Fastinini ikkinchidan bu nima ahvol tushunmayman, vashi tushunmayman. Borib birinchidan Fastindan chaqirgan zakaz Yandexga tushyapti. Kallasiga o'sha zakazini ham qo'shib biratolasiga. Ikkinchidan beparosat mana atmen qo'yardim deyapti, hech narsani atmen qilmaganda. Ha, turmoz poylab. Men atmen qo'yardim deydi. Hozir yana telefon qilamiz. Nomerlar ham o'sha. Yandexda qilinadigan nomer. Iltimos, barcha suhbatlar sifat nazorati va o'rganish maqsadida yozib olinishiga e'tibor bering. Alo. Atmen qo'yasizmi? Aka, mendan uni ko'rsatmayapti. Unaqada Yandexga kirib ko'ring, balkim Yandexda chaqirgandirsiz. 2 marta. Bo'lmasa, mana shu Yandex o'ziga aytib oling.
Yandeksni o'ziga yetib bo'lganda sizga telefon qilmasdim-ku. Sen qarab oring, bekorga o'tirmaylar endi bizni poylab bu yerda. Ha, aka o'sha qarayapman shan. Ha. Ya rostdan odamni jahli chiqadi. Parosatingga. Bilmayman kim chiqardi bu Fastinni, nima qildi, lekin bu yo alohida programma chiqarish kerak edi. Yoki bilmayman nima qilish kerak edi, lekin Yandexga tiqish kerak emas edi. Na, elektr tarifdan chaqirdi deb o'ylab 4 kilometrdan kelyapman. Hech qanaqa elektr tarif ham emas. Boshqasi ham emas, parosat. Paddeshkani o'ziga telefon qilamiz. Assalomu alaykum. Yandex Pro ovozli qo'llab-quvvatlash xizmatiga qo'ng'iroq qildingiz. Sifatni yaxshilash maqsadida suhbatimiz yozib olinadi. Iltimos, aloqada qoling. Yandex Pro qo'llab-quvvatlash markazi Toshkentda bunday randevuma. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat. Hozir men zakazga keldim. Ani Fastindan chaqirganman, keyin admin qildimda Yandexdan chaqirdim, ketib qoldim deyapti klient. Bunda buyurtmani bekor qilishingiz mumkin, hurmatli haydovchi. Aktivность ketib qoladi, B tochkam yo'qolib qoladi. Faollikni tiklab beraman. Faollikni tiklab berasizmi? Xuddi shunday. Aha. Xo'p, hozir bir daqiqa. Keyin menga bitta savolim bor edi. Hozir menga promokod beriladimi keyin? Ha, albatta. Bo'ldi, tushundim. Так, некорректное поведение. Ismingiz nima edi? Islom. Bo'ldi, mana Islom aka. Admin qo'yardim. Заказ отменен. Hozir bir daqiqa, iltimos aloqada qolib turing. Xo'p, bo'ladi. Qoyil, men buni kutmagan edim lekin. Sakson aktivность. Hozircha boshqa zakaz olib ketib turamiz. 86 aktivность topasam. Aloqada qolgan uchun rahmat, hurmatli haydovchi. Aha. Sizga soatli promokod va faollik ballaringizni tiklab berdim. Savollar yo'qmi? Yo'q, yana bir marta ismingizni qaytarib o'tsangiz. Islom. Kim? Islom. Bo'ldi, Islom aka, sizga rahmat. Hozir internetim ishlamayapti gaplashayotganimizga. Hozir qo'yib tekshirib ko'raman. Xo'p, rahmat. Sizga rahmat kattakon, kuningiz yaxshi o'tsin. Javobini 1 dan 5 gacha baholang. 5 juda yaxshi, 1 juda yomon. Xo'p, baholash kerak bo'lsa, albatta 5 bilan baholaymiz. Rahmat. 5 bilan baholaymiz, lekin endi kutamiz, qani rostdan ham bu shu aytgan gaplari to'g'rimi yo'qmi? Islom dedilar ismlarini. Lekin aldagan bo'lsa, endi paddeshkadan demak hech narsa kutish kerak emas bo'lib qoladi. Haydovchilar bor-ku,
Faqat o'zi uchun o'zi harakat qilish kerak bo'ladi, tamom. Bo'ldi. Hech kimga ishonib bo'lmaydi o'sha yog'iga. Na poddeshkaga, na klientlarga. Endi taksopark endi qo'ldan kelgancha har doimgidek yordamda. Qo'limizdan kelsa bo'ldi hisob. Yordam berib turamiz. Xo'p. Qani keldik bu zakazga. Ayri ko'ylakka ekan. 2 kilometrlik joy. Mayli. Oo! Mana. Aktivность 100. Qoyilman lekin. Haqiqatda aldashmabdi. Gap yo'q. Xo'sh, aka-ukalar. Hozir shomga kirib chiqdim. Kelsam bitta SMS kelibdi. Sizning qo'ng'irog'ingiz bo'yicha faollik ballaringiz sizga qaytarildi. Biz sizga 3 soatlik promokod yubordik. U Yandex.Pro'da paydo bo'lishi kerak. Poddeshka kuchli ishlayapti, lekin gap yo'q. Zajgaim bolalar. Xo'p, men o'zim bo'lsam, mana bunday joylarga kelib qoldim. Bu Toshmini postidan kirganda ichkarida. Endi shahar tarafga qarab sekin qo'zg'alaveramiz, bu yerda o'tirishdan foyda yo'q. Shunaqa gap. Ketdik bolalar. Nuqul mana shu kamerani eng qiziq joyda yoqolmay qolaman-da. Xo'p, hozir xullas kelinglar ko'rsatib o'ta qoling. Qani oxirgi zakazim. Mana usta Alima 29,000 so'm chiqdi. Bu zakaz ujatmay qo'yardi. Xullas 29,000 chiqdi. Rossiyada mehmonlar ekan. Endi ruschani bez aksent gaplashaman, yaxshi ko'raman o'z ruschada gaplashishni. Xullas rosa gaplashib ketdik, ha-ha-ki qilib keldik. Xullas keldik. Mana qildilar, ko'rsatib bering. Qildilar. Mashina qildilar. Спасибо вам dedilar. Dedim, вам тоже спасибо dedim. Zo'r bo'ldi. 30,000 so'mga 50,000 so'm berishdi. Barakasini bersin. 20,000 so'm chiymi. Ko'p emas-u, lekin приятный deb baribir. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi shu bilan bugungi kunimizni tugatamiz. Ja, unaqa chotki ish qilmadim. Berilib ishladim demayman. Xo'p, zakazni qancha vaqt bo'yi dam oldik? Shu narsa esimdan chiqib qoldi. Mana bundanmidi? Xo'sh, demak 9:30 da boshlab 8 da tugatgan bo'lsam, tak, qancha bo'lyapti? 9:30 dan 9:30 gacha 12 soat bo'lgan bo'lardi. 11 soat. Bu yoqdan 4 soat ishlamaganimni olib tashlasak, 11, 10, 9, 8, 7 soat. 7 soat ishlabman. 433 ming. Bu komissiyani olib tashlagandan keyingi summa. 7 soatga 433 ming. Nima deysizlar? Normalmi? Kommentariyada yozib qo'yasizlar, kutaman. Xo'sh, nima qilamiz? Shu bilan bugungi kunni tugatamiz. Xudo xolasa, ertaga podrяд yana bitta rolik olmoqchiman. Va shu rolikda o'sha boya aytganimdek, bitta anaqa olaman. Yana bitta nima edi oti? Brand plus 6 sini olaman. Keyin anaqa olaman. Promokod olaman. Plus 3 beradigan. Keyin mana shu 3 soat 10 so'mlik tarifda ishlaymiz. Va ko'rib o'tamiz, nima bo'ladi, nima gap, nima so'z. Hozircha hammaga omad. Tomosha qilayotganlarga katta rahmat.
Обязательно boya aytgandek bitta like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kommentariyaga javob bo'lmaganda zajigayim deb yozib qo'ysanglar ham xursand bo'lib qolamiz. Yo'linglar bexatar bo'lsin, har doim yaxshi klientlar chiqsa, hech qachon настроениyalar buzilmasin. Hammaga oq yo'l. Salomat bo'ling.